1952-yil Yaponiyaning Kantai nomli kemasi o'zining dastlabki yuk tashish missiyasidan so'ng g'ayritabiiy tarzda radarlardan yo'qoladi. Kema va uning ekipaji haqidagi so'nggi xabarlar kutilmaganda butunlay yo'qolib, kema halokatining sababi hozirgi kunda ham noma'lum. Bir yildan so'ng 1953-yilda yana bir yapon kemasi Gono Maro, u ham Kantai kemasi kabi anomal tarzda g'oyib bo'ladi. Bu kemaning yo'qolishi va izlanishlar natija bermasligi jahondagi ilmiy hamjamiyatni hayratda qoldirgan. Ba'zi mutaxassislar bu hodisani oddiy tabiiy hodisa emas, balki anomal kuchlarning ta'siri deb bilishadi. 1964-yil Yaponiyaning SSS tipidagi kemasi. Bu kema portlash bilan bog'liq bo'lgan g'aroyib bir hodisa natijasida sirli, yomg'irli kechada g'oyib bo'lgan. Yaqin o'tmish 2020-yilning boshlarida Yaponiyaning turli kemalari va samolyotlari haqida xabarlar tarqaldi. Bu voqealar xavfli hudud deb e'lon qilingan joyda sodir bo'lgan va tezkor qidiruv ishlari amalga oshirilgan. Biroq barcha kemalar va samolyotlarning joyi hanuzgacha topilmadi. Bu Bermud emas. Assalomu alaykum. Agar sizga qiziq bo'lsa, biz video davomida bu sirlarni ochishga harakat qilamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Drakon uchburchagi, Yovuz dengiz, yapon tilida Mano Umi. Bu hududda ro'y bergan halokatlar haqida aniq va rasmiy ma'lumotlar cheklangan bo'lsa-da, ba'zi mashhur va sirli voqealar mavjud. Bu hududda sodir bo'lgan halokatlarning ba'zilari afsonalarga aylangan. Bu hudud maxluqlari haqida filmlar mavjud. Godzilla, u haqida 38 ta film suratga olingan. Boshqalari esa ilmiy asosda tasdiqlangan. Yuqorida shu bilan bog'liq eng mashhur halokatlarni keltirib o'tdik. Tadqiqotlarga ko'ra, bu joyda yerning tabiiy magnit maydoni kuchli o'zgarishga uchraydi. Bu esa navigatsiya tizimlarini chalkashtirib yuboradi. Bu fenomen Bermud uchburchagidagi magnetik anomaliyaga o'xshaydi. Yapon hukumati o'z kemalarining sirli yo'qolishidan keyin 1955-yilda rasmiy tarzda Drakon uchburchagi atrofidagi hududni xavfli navigatsiya zonasi deb e'lon qildi va u yerda harbiy qidiruv va tadqiqot missiyalarini vaqtincha to'xtatdi. Bu hudud atrofida kuzatilgan halokat va yo'qolishlar hamma vaqt sirli va ilmiy izlanishlarga sabab bo'lgan. Ba'zi odamlar bularni tabiat hodisalarining kutilmagan va xavfli ta'siriga yoki g'ayrioddiy fizik fenomenlarga, masalan, magnit maydonlarining buzilishiga bog'lashadi. Boshqalar esa bu hududda yashiringan sirli kuchlarning mavjudligi haqida gapiradilar. Hozirda ilmiy dunyo bu hodisalar haqida aniq bir xulosaga kelmagan. Nima deb o'ylaysiz? Balki o'zga sayyoraliklar xuddi Bermud uchburchagi kabi bu yerda ham bordir. Keyinchalik ular piramidalar qurishgan. O'zga sayyoraliklar bilan bog'liq ko'rsatuv havolada turibdi. Videodan keyin uni ham ko'rib qo'ying. Bermud uchburchagi haqida ilk xabarlar Kristofor Kolumb va boshqa yevropaliklar tomonidan berilgan bo'lsa, Ajdar uchburchagi haqidagi ilk og'zaki xabarlar asosan yapon baliqchilari va samuray davri yozuvlaridan olingan. Hudud Bermud uchburchagiga o'xshab aniq belgilangan chiziqlarga ega emas. Odatda u Yaponiya janubiy-sharqiy Guam va Mariana orollari tomon cho'ziladi. Biroq turli manbalar bu uchburchakni turlicha tasvirlaydi. Hudud aniq chizilmagani sababli ko'p qidiruv operatsiyalari chalkashlik bilan kechgan. Drakon uchburchagida faqat kemalar emas, balki samolyotlar ham tez-tez yo'qolgan. Masalan, tarixda Yaponiyaning harbiy samolyotlari bunga yaqqol misoldir. Odatda bu yo'qolishlarning sababi yuqori tezlikdagi bo'ronlar hamda radar tizimlari o'zgarishi yoki noto'g'ri ishlashi sabab sifatida keltiriladi. Ingliz tilidagi ko'plab maqolalarda bu hudud shayton dengizi sifatida ataladi. Drakon uchburchagi nomi esa sirli hayvon, ya'ni ajdar va dengiz afsonalariga urg'u berish uchun keyinchalik ommalashgan. Nomidan ham ko'rinib turibdiki, Drakon uchburchagi hududi yashirin dengiz ajdarlarining yashash joyi bo'lishi mumkin. Bu afsonaga ko'ra, ajdar yoki yirtqich hayvonlar dengiz ostida yashiringan.
kimdir bu hududga kirsa, ular tomonidan olib ketiladi deb aytiladi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, dengizdagi ulkan yirtqichlar kemalar va samolyotlarni yo'q qilib yuboradi. Yana ba'zi afsonalarda Drakon uchburchagi hududida qadimiy va sirli mavjudotlar yashirinishga muvaffaq bo'lgan. Yapon afsonalarida bu hududda dengiz ruhlari va umibozu deb ataladigan yovuz mavjudotlar haqida ko'plab hikoyalar bor. Ular kemalarni g'arq qiladi yoki odamlarni dengiz tubiga olib ketiladi deb ishoniladi. Bu mavjudotlar ba'zan dengizda yashiringan yirtqichlar yoki boshqa o'ziga xos hayvonlar sifatida tasvirlanadi. Bu afsonalar va rivoyatlar Drakon uchburchagi hududining sirli va xavfli tabiatini tasvirlaydi. Ilmiy yondashuvlar ushbu hodisalarni tabiiy fenomenlar bilan izohlashga harakat qilsa-da, xalq orasida bu hududni xavfli va noma'lum kuchlar bilan bog'lash hali ham keng tarqalgan. Lekin biz 21-asrda yashayapmiz. Keling, ilm-fan tomonidan bu vaziyatga javob topishga harakat qilamiz. Yer yuzida bunday joylar aslida ko'plab topiladi. Masalan, ulardan eng mashhuri bu yuqorida aytganimiz Bermud uchburchagi. Bermud uchburchagi haqida so'z borar ekan, odatda bu hududdagi sirli yo'qolishlar, g'ayrioddiy fenomenlar va tez-tez kelib chiqadigan kutilmagan tabiiy hodisalar haqida soatlab gapirish mumkin. Hamma vaqt Bermud uchburchagi bu yerdagi g'aroyib kuchlar, magnit maydonlar va boshqa o'ziga xos tabiat xususiyatlarini o'zida jamlagan hudud sifatida tasvirlanadi. Biroq ilmiy jamoalar Bermud uchburchagi haqidagi afsonalar va voqealarni ko'proq tabiiy fenomenlar va sodir bo'lishi mumkin bo'lgan tabiiy hodisalar bilan izohlashga harakat qilishgan. Ilmiy izlanishlar, to'fonlar va tez-tez yuzaga keladigan o'zgaruvchan havo sharoitlari Bermud uchburchagi hududining maxsus geografik joylashuvi bilan bog'liq. Ushbu hududda ayniqsa to'fonlar tez o'zgaradi va shiddatli shamollar paydo bo'ladi. Samolyot va kemalarning harakati bu yerdagi bo'ronlar tufayli yanada xavfli ko'rinadi. Drakon uchburchagi hududida ham xuddi shunday holat yuz berishi mumkin. Bir necha yildan buyon ilmiy tadqiqotchilar va dengiz olimlari Drakon uchburchagi hududida qator ekspeditsiyalar olib bormoqda. Ularning ba'zilari anomaliyalarga duch kelgan. Masalan, magnetizmning o'zgarishi, kompasning buzilishi va ba'zi yashirin dengiz tabiatining kuzatilishi. Bularning barchasi Drakon uchburchagi haqidagi sirlarni yanada chuqurlashtirgan va jumboqli halokatlar haqida yangi xabarlar paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Tadqiqotlarga ko'ra, bu hudud suvosti vulqonlarga juda boy. Olimlar fikricha, suv ostida to'satdan yuzaga keladigan vulqon portlashlari kema va samolyotlarning g'oyib bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki bunday portlashlar natijasida yuzaga kelgan gaz pufakchalari suv zichlligini kamaytiradi va kemalar suvga g'arq bo'lishi osonlashadi. Bu hodisa methane hydrate eruption deyiladi. So'nggi yillarda ushbu hududda tsunami va kuchli bo'ronlar sodir bo'lgani esa kema va samolyotlarning yo'qolishiga olib kelgan. Ushbu hodisalar mahalliy aholiga jiddiy ziyon yetkazib kelgan va so'nggi paytlarda bu hududdagi tabiiy halokatlarning yuksalishi haqida taxminlar mavjud. Bu hududda sodir bo'lgan halokatlarning so'nggilari haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Chunki bu mintaqa hali ham ilmiy va harbiy tadqiqotlar uchun noaniq va xavfli hudud hisoblanadi. Shunga qaramay, so'nggi yillarda hududda sodir bo'lgan ba'zi sirli va tushunarsiz voqealar haqida xabarlar mavjud. Koinot, yer va biz ko'rgan har bir manzara, har toshda, har yulduzda, har bir shamol esishida biz hali anglab yetmagan haqiqatlar yashiringan. Biz YouTube jamoasi mana shu sirlarni izlab, siz aziz tomoshabinlarga yetkazishga intilamiz. Har bir hikoyamiz bir qadam, har bir kashfiyot bir umid. Sizning e'tiboringiz, fikrlaringiz va qo'llab-quvvatlashingiz bizga kuch beradi, ilhom beradi, oldinga intilishga undaydi. YouTube bilan sirli olamlarni birgalikda kashf etamiz. Safar endi boshlanmoqda.